Sizlarga Jitur T1 avtomashinamizni ikkinchi pozitsiyasi 449 million 500 mingligi avtomashinamizni to'liq obzorini va to'lov turlarini tushuntirib o'tamiz. Jitur T1 avtomashinamizni ikkinchi pozitsiyasini motori, ya'ni dvigateli 2 turbina dvigatel, 254 ot kuchi, shinasi 235 ga 60 portni tashkil etadi va diskasi esa 19 litiy alyuminiy diska, ya'ni kovanniy diskadan ishlab berilgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Normal, sport, sneg, bolota, pisok, kamni. Bu 185 bo'lib, ana shu avtomashinada savodni o'tiribman. Tepada ham joyi bor. Takже har bitta sideniyani oralig'ida, ya'ni bitta musht sig'adi. Antizajimleniyasiga kelaman, bagajni ham ko'rsatib o'taman. Bagajni ko'rsatib o'tgan paytimda ko'rishlaringiz mumkin, просто tegdi o'zi qaytib oldi. Ya'ni antizajimleniya maksimalni самый zo'r variantda shu avtomashinamizni T1 avtomashinamizda ishlaydi. Assalomu alaykum Jitur Qarshi va Sultonov Motors obunachilari. Bugun sizlarga Jitur T1 avtomashinamizni ikkinchi pozitsiyasi 449 million 500 mingligi avtomashinamizni to'liq obzorini va to'lov turlarini tushuntirib o'tamiz. Videoni kuzatib borishda davom eting va videoga like bosishni unutmang. Kommentariyada siz xohlagan avtomashinani yozib qoldirasizlar, menejerlarimiz sizlar bilan aloqaga chiqishadi. Ana endi videoni esa davomini ko'ramiz. Jitur T1 avtomashinamizni ikkinchi pozitsiyasini motori, ya'ni dvigateli 2 turbina dvigatel, 254 ot kuchi, 4 porshali tsepda va korobkasiga kelsak, chista 8 bosqichlik avtomat korobkadan iborat bo'ladi. Bu avtomashinamizning shahar ichidagi rasxodi 8 litrdan 9 litrgacha. Siz qachonki notekis yo'llarda, tog'larda yoki cho'llarda haydasangiz agar 12 litrgacha rasxod qilishi mumkin. Bu sizni gazovat qilishingizga, ya'ni оборотni ko'tarishingizga bog'liq bo'ladi. Agarda siz shaharda haydasangiz, bu ikki oldin balonni harakatlangan paytda sizga anchagina rasxodni kamaytiradi. 4 ta balonni tortsa agar, o'sha paytda rasxodingiz katta bo'ladi. Bu avtomashinamizda old qismiga e'tibor bersalaringiz agar, old qismi xuddi 200 ga qilingan. Bilet linzoviy optika, old partronik, противотуманный linzoviy LED faralari. Undan tashqari avtomashinamizda avtopilot, полос удержания, adaptivniy kruz kontrol, samo торможениялari ham mavjud. Dальше hozir sizlarga ходовой частиdan aytib o'tamiz. Ходовой частиga kelsak agar, old qismi McPherson italyanskiy podveskadan ishlab berilgan, orqa qismi esa ko'p tarmoqli suspenziya mustaqil variantda ishlangan. Avtomashinamizga hozirgi damda 6 yil va 200 ming kilometr garantiya beramiz. Любой bitta viloyatga, butun O'zbekiston bo'yicha servislarimiz mavjud. Qayerdan kelib bo'lmasangiz, qaysi viloyatdan kelib bo'lmasangiz, sizga servis xizmatimiz bepul xizmat ko'rsatib beradi. Bu uchun siz faqatgina bizga telefon qilsangiz, bizdan mashina olgan bo'lsangiz agar bizga telefon qilsangiz bo'ldi. Chunki biz butun O'zbekiston bo'yicha servis, ya'ni na vызов ham chiqamiz. Jitur T1 avtomashinamizning ikkinchi pozitsiyasini diska va shinalarni danlarga kelsak, ya'ni shinasi 235 ga 60 portni tashkil etadi va diskasi esa 19 litiy alyuminiy diska, ya'ni kovanniy diskadan ishlab berilgan. Yana kovanniy diska u yerda tursa, mashinaning qora dizayniga qora diska tanlangan va dizayni juda ham derski chiqqan. Bu avtomashinamizda nafaqat 360 gradus kamera, balki 540 gradus kamerasi mavjud. Mashinaning 4 tomoni u yerda tursin. Pastki qismi ham videoga, syomkaga olinadi va sizga ma'lumot beriladi. Nima sababdan? Ya'ni mashinaning tagida yamasi bo'lsa, shinalaringiz yamaga kirmasligi uchun yoki tosh qolgan bo'lsa, toshni bosmasligingiz uchun yoki ko'p kishi e'tibor bermaydi. Mashinani haydashdan oldin 4 tomonini ko'rish kerak, keyin haydash kerak. Nima sababdan? Chunki mushuk kirib qolgan bo'lishi mumkin, bosib ketmasligi uchun. O'sha sababdan bu narsa sizlarga to'liq obzorni qilib beradi. Ya'ni 360 4 tomondan obzori va pastini ham 540 gradus kamerasi ko'rsatib beradi. Mashinamizda бесключевой достуp, undan tashqari слепой zona ko'rsatishingiz mumkin. Слепой zonasi mavjud. Zavodskoy orqa tonirovkali mashina keladi. Biz salonning ichiga old qismini ham tonirovka qilib qo'yganmiz. Mashinani 540 gradus kamerasining tagiga yana logotip uriladigan Traveler, Jitur Traveler Plus degan natpis ham chiqadi. Yerga urib turiladi. Ana endi avtomashinamizning salon ichki qismiga kelsak agar, avtomashinamizning salon ichki qismi полностью на покожаdan ishlab berilgan. Sidenlarga e'tibor berasizlar. Perforatsionni, ya'ni sizni issiq kunda terlatmasligi uchun perforatsiya ishlatilgan. Undan tashqari avtomashinamizning old qismlarida pamять sideniyani, ya'ni sideniyani xotiralash tizimi bor. Siz mashinaga o'tirgan paytda avtomatik tarzda sideniya sizga o'zingizga moslashadi. 3 ta xotirasi bor. 3 ta xotirani siz o'zingizga, ayolingizga yoki otangizga yoki aka-ukalaringizga yoki do'stlaringizga o'rnatishingiz mumkin, ya'ni xotiralashingiz mumkin. Mashinamizning old qismini sideniyalari abduf abogrefga ega. Orqa qismi esa abogrefni o'ziga. Ya'ni siz issiq kunda haydab ketayotgan bo'lsangiz yoki mashinani yopib ketgan bo'lsangiz, siz mashinaga o'tirmoqchi bo'lsangiz, konditsioner qo'yishingiz kerak yoki abduf abogrefni
qo'shishingiz kerak bo'lsa agar siz hammasini pultdan qo'shib bilasizlar. Ya'ni u narsani ham sizlarga ko'rsataman. Mashinani zavodit qilib bo'ladi pultdan, xohlasangiz oynalarni tushirib bo'ladi, xohlasangiz klimat kontrol, ya'ni konditsionerni qo'shsalaringiz bo'ladi. Avtomatik tarzda o'zi pultdan qo'shiladi. Endi mashinamizni keling torpeda qismiga o'tsak agar sifrovoy tablo полностью sizga barcha ma'lumotlarni mashina haqida chiqarib beradi. Display monitor, start stop zажигание, ya'ni start stopni yondirdingizlarki, полностью sizga danilari chiqadi. Simsiz quvvatlash tizimi, ya'ni telefonni simsiz quvvatlab beradi беспроводной zaryadnik va sovutish tizimiga ega bo'lgan беспроводной zaryadnik. Nima sababdan? Chunki ko'p mashinalarga e'tibor berasizlar, simsiz quvvatlash tizimi bo'lsa agar simsiz quvvatlashda sizlar qo'ydingizlar telefonni, беспроводной zaryadnik olibdi, ya'ni sizga zaryad beribdi telefoningizni, lekin qizdiradi. Qizdirgan paytda sizni yomkistingizni tushiradi. Bunga sizga yana qo'shib sovutish tizimini qo'shganlar, чтобы telefoningiz qizimasligi uchun. Avtomashinamizda joystikovый скорость управления konsolga e'tibor berasizlar. Mashinamizni xohlasangiz avtomat, xohlasangiz mexanikada ishlatishlaringiz mumkin. Mexanikaga o'tkazdingizlarki, ruldan, lipistokdan sizlar boshqarishlaringiz mumkin skorostlaringizni. Ya'ni ikki tomonda, o'ng tomonda plus, ya'ni qo'shish tizimi, chap tomonda esa ayirish. Skorostni ayirib sizlar o'zlaringizga qulay qilib gazovat qilishlaringiz uchun bu mashinaga sharoit qilib qo'yilgan. Avtomashinamizda nafaqat sidenlarda abagrev tizimi bor, ya'ni lobovoy qismiga spiral qo'shilgan va ikki yon tomon oynachalaringiz ham qizadi. Ya'ni qishda yaxlab qolgan paytda siz ko'chaga chiqib oynalaringizni artib o'tirib yana uni eritib turishingiz kerak emas. Yaxlagan bo'lsa agar, просто siz podogrefni yoqdingiz, oynachalaringiz ishishni boshladi va o'zi eritib beradi sizga yaxlagan oynachalaringizni. Undan tashqari avtomashinamizda bu 4 ta ballonni tortadigan avtomashinamizni 8 xil rejimi bor. Ya'ni ko'rishlaringiz mumkin: normal, sport, sneg, bolota, pisok, kamni, eko, yana qaytib normalga keladi va siz xohlasangiz o'rtasini bosib XVD umniy rejimga qo'shishingiz mumkin. Umniy rejim degani sizga haydashingizga qarab mashina rejimni o'zgartirib sizga o'zi qo'shib beradi. Ya'ni siz o'zingiz o'zgartirib o'tirishingiz kerak emas. Har bitta yo'lda masalan siz hozirgina shahardan chiqdingiz, dam olishga boryapsiz to'qqa chiqqan paytingizda yana buni kaminga o'zgartir. Siz o'zingizni ovra qilib o'tirmaysiz-ku, XVD ga qo'yasiz, o'zi avtomatik tarzda sizga уже kaminni variantida rejimni qo'shib beradi. Kamerasini ko'rishlaringiz mumkin, tiniq, xohlasangiz 2D, xohlasangiz 3D, mashinani haydab ketayotgan paytda 3D variantini ishlatsalaringiz bo'ladi. Oldin, orqa, tepadan oladi. Bemalol yon tomon oynachalarini ko'rishlaringiz mumkin. Полностью Full HD variantda. Keyin mashinamizni o'zini ovozli boshqaruv alisasi bor, ya'ni Привет Житур. Здравствуйте. Открой люк. Хорошо. Lyukni sizga просто ovoz orqali boshqarganingiz uchun, ya'ni buyruq berganingiz uchun sizga lyukni ochib beradi. Bu nafaqat lyuk, bagajni ochib yopishingiz mumkin, lyukni ochib yopishingiz mumkin. Kimgadir xohlasangiz telefon qilmoqchi bo'lsangiz agar, nomini aytib pozvoni desangiz agar sizga mashina o'zi ovoz orqali buyruqingizga qarab sizga telefon qilib beradi yoki abduf abogrefni qo'shib beradi, oynalarni tushirib yopiradi. Короче, maksimalni xohlasangiz klipni nomini aytsangiz agar YouTubedan sizga klip ham qo'yib beradi. Просто так sizga уже o'zingiz boshqarishingiz kerak emas bu avtomashinani. Hozir shuncha navorot farshilik chiqqanki mashinalarga, что mashinani o'zi siz uchun xizmat qiladi. Siz faqatgina rulga o'tirib uni boshqarish emas, просто rulga o'tirib komfortni his etishingiz kerak bo'ladi, xolos. Undan tashqari podsetka salon ichini dizayniga o'zlaringiz e'tibor berasizlar. G-Wagonni dizayni qilib qo'yilgan. Mashinamizni lyukini boshqarish bu yerdan, ya'ni plafonlarni yonida qo'yilgan. Mashinamizni kazirokini ochsak, agar kazirokda bemalol podsetkalari bor, siz bemalol bularni ishlatishingiz mumkin. Sizga ikkala tomondagi kazirokda ham podsetkasi bor, ya'ni mavjud. Bardachokni e'tibor berasizlar, bardachok taqillab tushmaydi sizga. Akkuratni o'zini nasoschasida bor, ya'ni просто tortgan paytda o'zi akkuratligini tushadi. Mashinamizni display monitorini monolit qilingan, ya'ni sizlar ko'rishlaringiz mumkin, plavni ishlaydi, birontasi qotib qolmaydi. Undan tashqari konditsionerning upravleniyasi xohlasalaringiz torpedada mavjud, knopkalarda klassik dizaynda qilingan. Xohlasangiz sensordan ishlatishlaringiz mumkin. Ya'ni sensorni qo'shgan paytda bu yerdan upravlat qilasiz sizga purkashini, ya'ni havoni qanaqa miqdorda sizga yetkazib berishni xohlasangiz rejimini o'zgartirishingiz mumkin. Yuzga, oyoqni o'ziga yoki yuzni o'ziga, yoki lobovoyga qo'shib qo'yishlaringiz mumkin. Xohlasalaringiz komfortli rejim bor, silniy rejim bor, o'shanga qarab sizga eko rejim bor, sizga
sizni qulayingiz uchun, ya'ni sizni o'zingizni komfortni his etishingiz uchun purkab berishni tizimlari ham mavjud. Ya'ni bu avtomashinamizda даже shundayki, uydagilar bilan sizlar biron dam olishga ham yoki prosta haydashga, prosta mashinaga o'tirdingizlar, bozorlik qilishga borayotgan bo'lsangiz, yondagisida, ya'ni sizni yoningizda o'tiradigan odam, passajir odam shamollagan bo'lsa, unga sovuq havo mumkin emas. Ya'ni u shamollagan ishish kerak. Siz klimat kontrolini shu yerdan upravlat qilishingiz mumkin. Ya'ni passajir tomonidagi odamga bunday olsangiz ham prosta pechkani yoqib qo'yishingiz mumkin yoki prosta gradusni o'lchaysiz, gradus keling 20 gradusda qo'yasiz, 20 gradusda unga havo purkab o'tiradi. Sizga esa bu yerda konditsioner ishlab turadi. Bunaqa komfortlar barcha avtomashinada yo'q. O'sha uchun sizlarga aytib o'taman, bu mashinalarni kelib test drive qilib ko'ringlar, o'zlaringiz haydab ko'ringlar, komfortini his etinglar. Notekis yo'llarda ham, tekis yo'llarda ham farqi yo'q, chunki mashinani haydab ko'rgandan keyin siz faqatgina ishonch hosil qilasiz, shu mashina kачественный plus o'ziga narxiga yarashaligini siz o'sha paytda bilasiz. Chunki o'tirganingizdan o'zi his etiladi, qanaqa sizga premium komfortni beradi mashina. Chunki bir xil mashinalarga 700 millionlik mashinalarga o'tirasizlarki, o'zimizni oddiy Malibuga yoki oddiy Traversga o'tirgandek bo'lasizlar. Ya'ni Traversdan 700 million deyishingiz mumkin, lekin uni urovini boshqaroq. Lekin bir xil mashinalar 700 million, lekin Traversning uroviniga yetmaydi. Bu avtomashinamizga ham xuddi shunday 449 million 500 minglik avtomashinamiz sizga 1 milliardlik mashinani ham komfortni bera oladi. Avtomashinamizda Avtohold, ya'ni avtohold tizimini ishlatsalaringiz agar, ko'p kishi bilmaydi bu narsani, ya'ni GM avtomashinamizda haydab yurganingizda setaforda qizil yonsa agar borib tormozni bosib o'tirib o'tirasiz, ya'ni tormozni bosib turish kerak bo'ladi sizga, iliji neytralkaga o'tkazib ruchnik ko'tarib qo'yasiz. Avtohold tizimi o'sha narsani bartaraf etadi. Ya'ni avtomatik tarzda o'zini tormozlash tizimi. Ya'ni siz mashinani haydab ketdingiz, oxirigacha tormozni bosganingizdan keyin sizga yana bir avtohold tizimini ikonkasi yonadi, tormozni qo'yib berasiz. Bemalol mashina drive'da turib, ya'ni D'da turib sizga saqlab o'tiradi o'zini. Keyin qachonki yashil bo'lsa agar, ya'ni svetofor yashil chirog'i yondi, yashil chirog'i yongandan keyin siz prostagina gazni qitib bosdingizki, avtomatik tarzda o'zi tashlaydi. Avtohold tizimi bor, tog'dan tushish tizimi ham bor, преодоление брода ham bor. Ya'ni ana bu knopka bilan ham преодоление брода, ham tog'dan tushish tizimini ishlatsalaringiz bo'ladi. Ya'ni tog'dan tushayotgan paytda, ya'ni balandlikdan tushyapsizmi, mashina o'zini avtomatik razgon oladi. Ya'ni o'zini saqlash tizimi ham bor. Shu narsani yoqib qo'ygan paytingizda skorostizni bir xil urovenda saqlab turadi. Ya'ni 15 skorostiga qo'ysangiz 15 skorostiga, 40 skorostiga qo'ysangiz 40 skorostiga, tepalikdan tushayotgan paytda shuni yoqasiz. Bu cruise control emas, ko'p kishiga aytib o'taman. Cruise control boshqa narsa, u skorostingizni ko'tarish. Bunda esa skorost ko'tarilmasligi uchun pasaytirish. Cruise controlda siz skorostni ko'tarib qo'ygan bo'lsangiz, ya'ni 40 ta qo'ygan bo'lsangiz, ya'ni pastda tushayotgan bo'lsangiz agar, u avtomatik tarzda 60 dan o'tadi, ya'ni 60 ga sakrent qilgan bo'lsangiz agar, u 60 dan o'tadi. Chunki sizni mashinangiz o'zi harakatlangan holatda, turgan holatda pastga skorost nabrat qilib ketyapti. Cruise control o'sha narsani bartaraf eta olmaydi. Tog'dan tushish tizimi esa sizga shu narsani bartaraf etadi. Avtomashinamizni pultidan yondirmoqchi bo'lsangiz agar ko'rsatishim mumkin. Ya'ni mashina yopiq holatda bo'lsa agar, knopka bir marta yopish knopkasini bosasiz va zajigание knopkasi, ya'ni ana bunaqa knopkani bosib o'tirsangiz 3 sekundda mashina o'zi avtomatik tarzda yonadi. Oynalarni lyukni ochmoqchi bo'lsangiz agar, ana bu ochish tugmasi bilan orqali bosib turgan holatda ochsangiz bo'ladi. Ya'ni oynalarni ham to'rttalasini ham tushiradi, plus sizga lyukingizni ochib beradi. Bagaj ochish tugmasi esa bu yerda joylashgan. Pultimiz anti противоугонный tizimiga ega, ya'ni mashinada pult bo'lmasa agar, ya'ni ikkita pult o'zi mavjud, bitta qora, bitta oq. Ya'ni ikkala pult ham mashinadan tashqarida bo'lsa agar, mashinani hech kim sizni haydab keta olmaydi. Nima sababdan? Chunki yondira olmaydi, dostуп bo'lmaydi. Mashinaning pulti eshikdan bu yoqqa kirdiki, keyin mashinaga dostуп bo'ladi yondirishga. Противоугонный tizimi ham bor. Barxolodilnik sovutish tizimi bilan birga полностью sovutib beradi konditsioner orqali. Mashinamizda undan tashqari atamankasi ham mavjud. Ya'ni siz shofyor tomonda emas, passajir tomonda bemalol dam olib ketishlaringiz mumkin. Ya'ni bu yerdan atamanka ko'tariladi va yotib ketsangiz ham bo'ladi. Avtomashinamiz maksimalni farsh pozitsiyasida qilingan. Bu yerda bemalol Wi-Fi точка доступ berishingiz mumkin. Bluetooth orqali yoki Apple CarPlay, Android Auto, YouTube, Twitter, WhatsApp, Telegram, Instagram, любой narsani ishlatib ketishlaringiz mumkin. Abagrev sidenlarini bu yerdan boshqarasiz, old qismini. Shofyor sidenamiz 6 xil rejimda ishlata olasizlar, ya'ni orqa oldin, sidenani belini orqa oldin qilishi va past tepani ham siz regulirovka qilishingiz mumkin, ya'ni tepaga, pastga old yo'nalishda upravlat qilasiz va belni tayanch podushkasi ham
mashinamizni shofyor sideniyasida mavjud. Avtomashinamizning orqa qismi ham juda ham keng. Mana bu 1.85 bo'lib, ana shu avtomashinada svobodniy o'tiribman. Tepada ham joyi bor. И также har bitta sideniyani oralig'ida, ya'ni bitta musht sig'adi. Undan tashqari avtomashinamizda podlokotnik ikkinchi qatorda ham bor. Bemalol любой narsa ichishga qo'yib ketishlaringiz mumkin. Deflektor mavjud, ya'ni deflektor orqali bemalol o'zingizga konditsionerni regulirovkasini qilishlaringiz mumkin. USB port va sidenlarni isitish tizimi 3 xil upravleniyada, ya'ni rejimda ishlatasiz. Avtomashinamizning orqa qismidagi, ya'ni ikkinchi qatordagi sidenlari tik holatda ham turadi, plus yotqizsangiz ham bo'ladi. Yotqizish ma'nosida 45 gradusgacha yotadi. Panoramli lyukni e'tibor berasizlar. Panoramasini xohlasalaringiz shtorkasini oxirigacha ochasizlar, xohlasalaringiz yarimta ochishlaringiz mumkin. Plus mashinamizda xavfsizlik jihatidan ko'p mashinalarda yo'q narsalar, ya'ni anti-zajimlение, детский rejim 5 yulduzli bu avtomashinamiz o'zini xavfsizligi bilan tanilgan, ya'ni mashinaning 4 ta oynasi ham qismaydi, panoramli lyuk ham qismaydi, также bagaj ham qismaydi. Ya'ni ko'ryapsizlar, qo'limni qo'ydim, oynani ko'tardim, oyna esa anti-zajimleniyasi ishladi-yu, mana qo'limni qismadi, sindirmadi, biror narsa bo'lmadi. Bu yosh bolalar uchun juda ham kerakli narsa. Avtomashinamizda orqa ko'rinishiga kelsak, agar juda ham jetskiy ishlov berilgan, stoplarga e'tibor berasizlar, полностью linzoviy LED optikadan qilingan. Undan tashqari avtomashinamizning orqa qismida ham partroniklari mavjud. Ya'ni partronik datchiklaringiz ishlaydi полностью. Knopkada ochiladi, xohlasalaringiz pultdan ochasizlar, xohlasadan knopkadan orqadan, xohlasalaringiz salon ichidan bagajni ochishlaringiz mumkin. Bagaj hajmiga kelsak, agar bagaj hajmi 500 litr ob'em bagajni tashkil etadi. Zapaskasi tagida joylashgan. Sidenlarni yotqizsalaringiz agar polni ровный pol jihatda ishlatsalaringiz bo'ladi, ya'ni dam olishga chiqqan paytlaringizda bemalol dam olib shu yerga yotib ketsalaringiz ham bo'ladi. Anti-zajimleniyasiga kelaman, bagajni ham ko'rsatib o'taman. Bagajni ko'rsatib o'tgan paytimda ko'rishlaringiz mumkin, просто tegdi va o'zi qaytib oldi. Ya'ni anti-zajimleniya maksimalli самый zo'r variantda shu avtomashinamizning Tayber avtomashinamizda ishlaydi. Bu avtomashinamizni hozirgi damda sizlar bemalol rassrochkaga yoki imtiyozli avtokreditga xarid qilishlaringiz mumkin. To'liq ma'lumot, ya'ni grafiklarni hozir sizlarga hisoblab beraman. Qani keting. Akalar, qaranglar. Avtomashinamizning X70 bilan Tayber avtomashinamizning ikkinchi pozitsiyasida, X70 avtomashinamizning birinchi pozitsiyasida rassrochka 5 yillik, ya'ni 60 oyga ochilgan. Siz agarda 25% to'lov qilsangiz, agar 20 oyga foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. 30% to'lov qilsangiz, agar bu ham 20 oyga, 40% to'lov qilsangiz уже sizga 24 oyga, 50% to'lov qilsangiz 30 oyga, 60% to'lov qilsangiz 36 oyga, 70% to'lov qilsangiz agar 5 yilga rassrochkasi ochilgan. Endi men sizlarga hisoblab beraman. Ya'ni mashina tannarxi 449 million 500 ming so'm tashkil etsa, agar siz boshlang'ich 25% ni to'lov qilaman deysiz, masalan, keling 25% ni to'lov qilibsiz va sizga rassrochkaga foizsiz 20 oyga rasmiylashtirib beryapmiz. Har oylik to'lovingiz 16 million 856 ming so'mdan chiqibdi. Sizga 1 so'm ustamasiz, ya'ni foizsiz, выплата процентов ana bu yerda ko'ryapsizlar, 1 so'm qo'shilmagan. O'z tannarxini o'zi bo'lib berilgan bu yerda. Yo'q, men uzoqroq muddatga olaman desangiz agar ana bu yerga ko'rsatib o'taman. 60 oyga bunaqasi bironta joyda yo'q. 25% to'lov qilib 16% dan olishingiz mumkin. Yo'q, men ko'proq to'lov qilaman. Masalan, keling 40 oyga 40% ni to'lov qilsangiz agar 40% ga sizga 2 yilga rassrochka qilib bera olamiz. Ya'ni keling siz mashina tannarxidan 40% ni to'lov qilingiz. Bu 179 million 800 ming so'mni tashkil etadi va siz buni 24 oyga o'z tannarxida bo'lib to'laysizlar. Har oylik to'lovingiz 11 million 237 ming so'mdan chiqadi. Ya'ni Tayber avtomashinamizni siz 2 yilga 40% to'lov bilan xarid qilyapsiz. Ya'ni 50% ni to'lov qilsangiz agar 30 oyga bo'lib berasiz. Ya'ni foizsiz 30 oyga 224 million 750 ming so'm to'lov qilyapsiz. Har oylik to'lovingiz 7 million 491 ming so'mdan o'z tannarxini qolgan 224 million 750 ming so'm bo'lib berasiz. Yo, siz ko'proq to'lov qilib bilsangiz, ya'ni 70% ni to'lov qilib bersangiz agar 60 oyga naqd sizga foizsiz bo'lib to'lashga chiqarib beramiz. Har oylik to'lovingiz 2 million 247 ming so'mdan to'g'ri keladi. Keling, men sizga hozir hisoblab beraman. 40% bilan siz 5 yilga imtiyozli avtokreditga rasmiylashtirmoqchisiz, ya'ni bu yerga e'tibor beramiz. 40% to'lov bilan, ya'ni 40% to'lov bilan siz 13% dan 5 yilga olishingiz mumkin, 5.7% dan 3 yilga olishingiz mumkin, 4 yilga esa 10.8% dan olishingiz mumkin. 10.8% dan. Ya'ni siz keling 5 yilga olsangiz agar 13.4% dan 40% to'lovga, har oylik to'lovingiz 6 million 191 ming so'mdan to'g'ri kelyapti. Katta summa qo'shilmaydi, chunki 13% qo'shilyapti. Bunaqasi butun O'zbekistonda yo'q, faqatgina Jitur avtosaloni hozir shartnoma qilgan bank, davlat banklari bilan o'sha sababdan sizga rasmiylashtirib bera olamiz.
Endi qarang, siz bu narsani 3 yilga yopib yuborsangiz, agar 3 yilga rasmiylashtirsangiz, sizga 5.7% dan, ya'ni undan 7% bilan chiqadi. 36 oyiga har oylik to'lovingiz 8.168.000 so'mdan to'g'ri kelyapti. Ya'ni ko'rishlaringiz mumkin, 8.168.000 so'mdan 5.7%, undan 7% qo'shilyapti. Qo'shiladigan summa kulgili summa bo'ladi. Ya'ni ko'rishlaringiz mumkin, tan narxiga avtomashina tan narxiga 3 yilga 24.417.000 so'm qo'shilyapti. Ya'ni 36 oyga. Oyiga 1 million so'm ham to'g'ri kelmaydi. Siz esa davlatdan 270 million so'm kredit olgansiz. 5.7% dan 36 oyga 3 yilga 24.354.000 so'm sizga mashina tan narxiga qo'shilyapti. Bunaqasi faqatgina Jitur Qarshi avtosalonida mavjud. Bemalol kelasizlar, shunaqa past foizdagi imtiyozli avtokreditlarni sizlarga rasmiylashtirib beramiz. Nafaqat T1 avtomashinamizda, X50 avtomashinamizda, X70 avtomashinamizda Dashing va Taking ham barchasi mavjud. Barchangizni Jitur Qarshi avtosalonida kutib qolamiz. Kommentariyada siz xohlagan avtomashinani yozib qoldiring, menejerlarimiz sizlar bilan aloqaga chiqishadi. Va test drive qilishni barchangizga tavsiya etaman. Trading xizmatlarimiz ham mavjud. Bemalol kelib, haydab yurgan mashinangizni bizga topshirib, yangi mashinani 1 soatdan 4 soatgacha bo'lgan vaqtda minib ketishingiz mumkin. Xalq uchun shuncha sharoitni qilib beryapmiz, tanlov sizlardan, bizlardan esa faqatgina taklif.